boshlaymiz. Uchiga ozgina beramiz. Qaranglar, har doim tonirovkani mana bu uchlardan tagidan boshlaydi. Ha, echishmay qoldi. Tonirovka berganingizdan keyin gulinglar yana ham ochiladi. Mana hozir bu gul esingizda qolsin. Endi tonirovka qilganimizdan keyin qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Mana ko'ryapsizlar, ozgina ko'p surilib ketdi, hech qisi yo'q. Mana bunaqa toza joyi bilan olib tashlasak bo'ladi. Oxirigacha beramiz. Bir xil kistichkada mana bu yuzinglarni bo'yaydigan qosh tepasini bo'ladi, yoki qovog'inglarni bo'yaydigan tenladan ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin men tenlarni ishlatmayman. Sababi master modellarni sotuvga chiqarganingizda uni izi qolish kerak emas. Men bu fitatsiya qiladi master modelligida, izi tushmaydi silikonga. Izi tushadi silikonga, lekin u darajada emas, как tenlar. Tenlarnikida izi rosa явный bo'lib turadi. Birinchi marta silikon quyishsa, agar oq rang silikon ishlatishadigan bo'lsa, men bu tonirovkani rangi o'tib qoladi. Silikon sotuvga chiqarishadigan bo'lsa, xunuk bo'lib chiqishi mumkin. Mana o'rtalariga ham xuddi shunaqa beramiz buni. Olib tashlaymiz. Ortiqcha joyini olib tashlashga hech qachon qo'rqmayman chetlari bilan. Главныйsi mamatiga bermanglar, betiga bersanglar bilinib qoladi. Keyin hamma joyini mana shunaqa rangda tonirovka qilishingizga to'g'ri keladi. O'zi tonirovka berish uncha mana yaxshi ko'rgan ishim emas, uni gulinglarni yana ham ochib beradi. Tonirovka berish uzoq vaqt talab qiladi. Har xil ranglarda tonirovka bersanglar bo'ladi, lekin men bu rozoviy rang bo'lgani uchun qizilda berdik. Agar misol uchun tegdagi baylariga yashil rangda ham ozgina qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Bitta ikkita bagiga. Hozir mana ustilarini qilib chiqamiz. Ortiqchasini olib tashlasanglar bo'ladi. Bo'ldi, sekin-sekin berib chiqamiz. Bu modelkamizni yana bir kun turgandan keyin bo'ldi, buni bemalol ustidan silikon quyib yasasanglar bo'ladi. Aytgancha silikon kam ketib, kam ishlatib, katta qoliplarni quyish master klassim ham bor. Lichkaga yozsanglar, uni ham tashlab beraman. Rosa oson ham, silikoninglar ham kam ketadi. Mana qaranglar, men bittaga endi ko'proq beramiz ozgina. Har bitta listokini oxirigacha berishga harakat qilinglar. Mana bunaqa uchlarini kistichkada bersanglar bo'ladi, yoki mana buni o'zida ham bersanglar bo'ladi, hech qisi yo'q, yaxshi tushadi. Uchlarini ko'proq bersak bo'ladi, ochilgan gulga o'xshab. Mana bunaqa joylariga ham. Mana ko'rdinglar, mana bunga surilib ketdi, bu hech qisi yo'q. Ozgina tekislab yuborsanglar bo'ladi. Mana bunaqa toza joyiga mana qaranglar. Yana bitta usuli bor. Buni olib ikkiga buklaysizlarda, bu tarafida ham qoladi. Mana shu bu tarafida qolganini surib chiqsanglar, qas kamroq bo'ladi. Bo'ldi, mana shunisi думаю, достаточно. Hali lipistoklarimizni уже податливый, ozgina formasini ham o'zgartirib moslashtirib olsanglar ham bo'ladi. Mana bo'ldi. Sizlar bilan mana firmenniy o'rtalari qavat rozichkani qilishni o'rgandinglar. Sizlarga yordamim tekkan bo'lsa, juda ham xursandman.